O'tgan videomizda yurak paroklari, hozirgi bolalarda parok xususida gapirdim. Afsuski juda ham ko'p insonlar menga chiqyapti-da, operatsiya qilasizmi, operatsiyani qachon olib boraylik, bunaqami. Открытый овальное окно misol uchun. Bu narsa operatsiya qilinmaydi. Bu narsa Alloh taolo shunaqa yaratgan, mukammal qilib, ozgina vaqt beringlar, srazu tug'ilishi bilan ehoga borib olsinlar, hurmatli onalar yoki otalar. Tug'ilishi bilan ehoga olib borib, vohma qilib, voy menda открытый овальное окно bor ekan yoki parok deb qo'yib beryapti. Shifokor qo'yadi u narsa borligini, lekin fiziologiya kitobini ochib o'qinglar. O'zingiz uchun o'qinglar, iltimos. O'zingiz uchun o'qinglar, o'tda ozgina vaqt kutgan o'zi bitib ketadi deb yozyapti. Tushunyapsizmi? Vohma qilib operatsiya qildirishim kerak, operatsiya qilib borishim kerak. Men kardioxirurg emasman, men kardioterapevtman. Men davolovchi vrachman. Xirurgiya mening ishim emas. To'g'ri, xirurgiyani ham tushunaman, to'g'ri qatnashganman operatsiyalarda. U meni asosiy yo'nalishim o'sha onalarga edi o'tgan safargi videoyimda ham. Onalarga, ya'ni to'g'ri ovqatlaninglar, vaqtida uxlanglar, vaqtida dam olinglar, vaqtida fiziki o'sha qanaqadir ish qilish kerak bo'lsa qilinglar degan maqsadda gapirganman. Juda ko'p keladi, operatsiyaga olib borsam bo'ladimi, bumi yo'q, operatsiya kerak emas bo'ladigan holatlar bor. Yo'q, bizga ham mana ko'p yozishyapti. Operatsiya qilish kerak ekan, mana 2 mm teshigi bor ekan. Hech nima hammasiga aytaman. Kuzatuvga qo'ying. 3 oydan keyin, 6 oydan keyin yoki 1-2 yildan keyin ehoga tushing. Ehoni qaytaring deb yozaman. Operatsiya yugurib boradigan to'g'ri holatlar bor. Mana tetrada fallo, triada fallo, unaqa narsalar operatsiya qilish kerak, lekin u darajaga olib bormaslik uchun o'tgan safar videomda men aytganman, u darajaga olib bormaslik uchun ona o'zini ehtiyot qilish kerak. Homila paytida o'sha avvalam homila bo'lishdan oldin, mana o'zimizda ham mana qiz farzandlarimiz bor, o'g'il farzandlarimiz bor. Avvalam qizlarimizni to'g'ri sog'lom o'stirishga majburmiz. Undan keyin turmushga chiqqandan keyin o'sha qarab e'tibor bo'lib, bunga yoki qaynota misol uchun o'sha narsaga farzand, ya'ni kelajak farzandi, nabirasi tug'ilishida sog'lom tug'ilishiga yanada biz yordam berishimiz kerak degan maqsadda aytganman.